Chiqib olib shaharning qoq markazi, kim biladi o'zi Buxoro shaharning qoq markazi qayer? Men uchun, meni fikrimcha, Buxoroning qoq markazi Gorgaz, Eski Sum. Mana shu lokatsiyadan tayyor 3 xonalik 90 metr kvadratga yaqin zo'r remont qilib qo'ygan kvartiramizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Va nihoyat asosiy qismi, ya'ni narxi, hammani qiziqtirgani albatta narxi. Mana shu kvartiramizni narxi 59.800 AQSh dollariga baholab qo'ydik. Yana ozgina savdosi bor. Kim mana shu kvartiraning egasiga aylanmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, kelib, uyning egasi bilan savdolashib xarid qilib bo'ladi. Nest, Gap Nest.